bitta narsani hech qachon esdan chiqarmang. Agar hayotda natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, uni sevgi, unaqa tuyg'ulardan voz kechishingiz kerak. Masalan, men uchun sevgi yo'q narsa. Ko'p yoshlarni ko'ryapmiz. Sevib qoladi, romantik bo'lib qoladi. Telefonlarda ham ertaga kech sevgi haqida o'ldim, kuydim degan qo'shiqlarni eshitadi. O'ldim, kuydim degan qo'shiqchilarning konsertiga kirishadi. Va natijada juda ko'p vaqtini unumli foydalanish bo'lgan, biznesga, o'qishga, bilimga, ilmga sarflaydigan vaqtini sevgi bilan o'tkazib yuboradi. Sevgi bu nima? Sevgi bu ertaga bugun bor, ertaga yo'q. Tushunayapsizmi? Shuning uchun hozirdan sevgi degan narsani yig'ishtiring. O'tkinchi tuyg'u. Hayotimda biror marta birorni sevib, faqat o'qib bitta narsani hech qachon esdan chiqarmang. Agar hayotda natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, uni sevgi, unaqa tuyg'ulardan voz kechishingiz kerak. Masalan, men uchun sevgi yo'q narsa. Ko'p yoshlarni ko'ryapmiz. Sevib qoladi, romantik bo'lib qoladi. Telefonlarda ham ertaga kech sevgi haqida o'ldim, kuydim degan qo'shiqlarni eshitadi. O'ldim, kuydim degan qo'shiqchilarning konsertiga kirishadi. Va natijada juda ko'p vaqtini unumli foydalanish bo'lgan, biznesga, o'qishga, bilimga, ilmga sarflaydigan vaqtini sevgi bilan o'tkazib yuboradi. Sevgi bu nima? Sevgi bu ertaga bugun bor, ertaga yo'q. Tushunayapsizmi? Shuning uchun hozirdan sevgi degan narsani yig'ishtiring. O'tkinchi tuyg'u. Hayotimda biror marta birorni sevib, faqat o'qib